Ijtimoiy xodimlar asosan mahallalarda turli xil toifalar bilan ishlaydi. Masalan, yosh bolalar, tazyiq va zo'ravonlikka uchragan onalar, boquvchisini yo'qotgan ayollar, o'zgalar parvarishiga muhtoj yakka-yolg'iz va yolg'iz yashovchilar hamda nogironligi bo'lgan shaxslar. Ushbu toifalar bilan ishlashda albatta ularni professional qo'llab-quvvatlash tizimi kerak bo'ladi. Bu professional qo'llab-quvvatlash tizimi superviziya deb ataladi. Albatta, bunday superviziyalarni o'tkazishda inson markazdagi supervizorlar yordam beradi. Hozir men sizlarni inson markazlari supervizorlari tomonidan amalga oshirilayotgan 4 bosqichli mexanizm bilan tanishtiraman. Marhamat, ketdik. Hozir biz mana shu 4 bosqichli mexanizmning trening jarayonini boshlash arafasida turibmiz. Trening jarayoniga ijtimoiy xodimlar 5 ta guruhga bo'lib olganman. Bugun birinchi guruhni chaqirdik. Birinchi guruhga mana shu ijtimoiy ish jarayonida kerak bo'ladigan mavzulardan tanlab olinib, trening amalga oshiriladi. Trening jarayonlari asosan trening metodologiyasi asosida trening qoidalari, aqliy hujum, rolli o'yinlar hamda energizerlar asosida amalga oshiriladi. Bugungi mavzuyimiz nizoli vaziyatlarni hal qilish mavzusi bo'lganligi uchun ijtimoiy xodimlar rolli o'yinlar asosida ijro etishmoqda. Hozir biz tumanimizdagi Olmazor mahallasida joylashgan Dilafruza opa xonadoniga keldik. Biz bu yerda ushbu mahallaning ijtimoiy xodimi Jumanova Dilfuzani faoliyatini, muloqot ko'nikmalarini, oilaga kirishdagi himoya hamda yutuqlarini bir chetda turib zimdan kuzatamiz. Bu jarayon 4 bosqichli mexanizmda shadowing jarayoni deb ataladi. Supervizorimizdan mentorlik faoliyati bo'yicha ushbu jarayondan oilaga kirish, suhbatlashish hamda xizmatlar belgilashni o'rganyapman. Bu kabi amaliy mashg'ulotlar xizmat faoliyatimizni samaradorligini yanada yaxshilash uchun muhim deb hisoblayman. Asosan oilani kuchli tomonlariga e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Bu jarayon superviziya jarayoni bo'lib, superviziya asosan ijtimoiy xodimlarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirishgan jarayon hisoblanadi. Superviziya jarayoni individual, guruhli, onlayn tarzda o'tkaziladi. Hozirgi o'tkazayotgan superviziya individual tarzda o'tkazilmoqda. Sizga yana tavsiyalarim, muloqotga kirishishda asosan fuqarolar tushunadigan, jaydari, samimiy so'zlardan foydalansangiz maqsadga muvofiq bo'ladi.